Assalomu alaykum. Uzbek Bro 1, Nurzod, Uzbek Podcast. Yana efirda qaytyapmiz. Bugun tahlil kuni. Sizlar bilan birga ikki xil dunyo qarashga ega bo'lgan, ikki xil sistemaga, ikki xil tizimni tatbiq qilmoqchi bo'lgan ikki xil hokim haqida gaplashamiz. Biri Jahongir aka Ortiqxo'jayev, уже ketganlar. Hozirgisi yangi hokimimiz Shavkat aka Umurzoqov. O'shalarni qani bir tahlil qilib ko'ramiz. Ketdik. O'rtoqlar, bu meni shaxsiy fikrim. Iltimos tanqid qilib kalla qo'yadigan bo'lsanglar ham qattiq Zidanga o'xshab kalla qo'ymanglar, krasniy kartochka olib o'tirmanglar. Men o'zimni fikrimni aytaman. Noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin sizlar uchun to'g'ri bo'lishga harakat qilaman. Chunki har bir tahlildan oldin o'tirib o'zimni maslahatchilarim, assistentlarim bilan juda chuqur maslahatlashaman va undan tashqari boshqa joylardan fikr olaman. O'shaning uchun tahlilimizni bitta ko'ringlar, oxirida o'zingizlarning fikringizni kommentariy degan joyga imloviy xatolarga to'la bo'lsa ham qoldirsanglar bo'ladi. Aytgancha, ikkala hokim ham meni bratanim emas. Ular bilan choyxona poyxonada osh-posh yeb o'tirib tanimayman ham, personalni ham tanimayman, eshitganman, даже ko'rmaganman. Shuning uchun xavotir olmanglar, bu qanaqadir bir zakaznoy ko'rsatuv emas. O'zimni xolisona fikrim tahlil qilib ko'ramiz va fikrlashib, fikr almashamiz. Ketdik. Xo'p, endi o'zi 2018-yilda bilgan bo'lsanglar, mana bizaga Jahongir aka Ortiqxo'jayev, ya'ni O'zbekiston tarixida birinchi marta biznesmen, qo'li uzun, tadbirkor, nima deydi anu, successful deydi ingliz tilida, o'zbekchasiga muvaffaqiyatga erishgan tadbirkor odam hokim etib prezidentimiz tomonidan tayinlandi. Juda qiziq, o'sha paytda hammamizga qiziq bir qaror bo'lgan. Hozir mana tahlillarim jarayonida men taxminan prezidentimiz nima uchun bu odamni olib kelganligini taxminan bildim. Men buni sizlarga to'g'riroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Prezidentimiz davrida Toshkent endi Karimov Islom Abdug'aniyevich o'tib ketdilar, yangi prezident bo'ldi. Yangi prezident bilan yangi o'zgarishlar bo'lish kerak edi. Ya'ni xuddi shunaqa bo'lishni ham boshladi. Mana juda ko'p islohotlar bo'ldi. Toshkentni olib qaraydigan bo'lsak, Toshkentda qurilish, yangi bir investitsiyalar jalb qilish kerak edi. Juda ko'p qurilishlar qilinish kerak edi. Nima uchun? Sababi 30 yil unaqa ko'p qurilmagan, Toshkentda ko'p o'zgarishlar bo'lmagan. Oxirgi 6-7 yil bilan undan oldingi davrni solishtirsanglar, bunga aniq ma'lumot yoki fikringlarga keladi. Aytmoqchimanki, Karimov davrida ko'p qurilish bo'lmagan, Mirziyoyev keldi. Qurilish qilish kerak, chunki Toshkentda ko'pchilik yashagisi keladi, ko'chgisi keladi, yangi domlar yo'q. Qurilish qilish kerak, yangi loyihalar qilish kerak. Toshkentni Markaziy Osiyoda eng katta zo'r shaharga aylantirish kerak. Bu birinchi maqsadlardan biri. Demak, u uchun prezidentimiz menimcha Jahongir akani ishbilarmonligini, tadbirkorligini, tadbirlilik deganda biznesmenligini inobatga olib, bu odamga yangi vakolatni berdi. Ishladimi? Menimcha ishladi. Qanaqa jarayonda ishladi? Demak, Ortiqxo'jayev davrida yangi Jahongir aka deylik, Jahongir aka davrida juda ko'p yangi proyektlar qilindi. Misol uchun ularni aytadigan bo'lsak, mana Toshkent City zo'r proyekt, haligacha qozoqlar kelsa
Almatada ham, Ostonada ham bunaqa katta mol yo'q deydi. Undan tashqari mana Magic City loyihasi, juda ko'plab mollar qurildi. O'sha Jahongir aka davrida qurildi. Undan tashqari juda ko'p uylar qurildi. To'g'ri, yaxshi loyihalar ham qurildi, zo'r uylar ham qurildi. O'zi umuman o'pshi olganda juda ko'p uylar qurildi. Orasidan paqidi mahallada ketayotganda domlar ham qurildi. Parkovka uchun yerlar berilib, parkovkalar qurilib, keyin ular uylarga ajralib ketildi. Podvaldagi parkovkalar mo'yka bo'lib ketib, yo biron bir narsa bo'lib, parkovka bo'lmay qoldi. Bunaqa narsalar bo'ldi. Nimaga? Chunki davay bos qilish kerak, qiladigan ishimiz ko'p, Toshkentni boshqacha o'ringa chiqarish kerak degan maqsad qo'yilgan va buni biznesmenga berilgan. Biznesmen bu narsani qanaqadir bir o'rinda uddaladi. Haqiqatan Jahongir aka paytida juda ko'p qurilishlar bo'ldi. Toshkent o'zgarib ketdi. Hammamiz bunga guvohmiz. Endi u odamni yana bir hozirgi hokim bilan, Shavkat aka Murzoqov bilan agar solishtiradigan bo'lsak, farqi, u odam juda ham PRni yaxshi ko'rar edi. Hokimlik davrida PR zo'r ketgan. Agar statistikaga olib qaraydigan bo'lsak, statistikada hozirgi hokim bilan taxminan 2 barobar ko'proq Instagram, Telegram, YouTube sahifalarida, hokimlik sahifalarida 2 barobar ko'proq kontent qo'yilgan va ko'proq u odam markazda bo'lgan, muloqotlar qilgan, intervyular qilgan, taniqli zo'r intervyularni bilamiz. Hattoki ularni taniqli gaplari bor. Любая biznes хороша degan narsani juda ko'pchilik ishlatadi. Любая biznes хороша. Hazil bo'lsa ham haqiqatan bir xillarda ishlatamiz. Juda qiziq bir fraza bo'lgan. Aytmoqchimanki, bu odamda xalq bilan muloqotda muammo bo'lmagan, ya'ni muloqotda o'zi bo'lgan. To'g'ri, bahslashgan joylari bo'lgan, uni nima qilyapsanlar, u bu degan joylari bo'lgan, xalqqa tushuntirib bera olgan. O'zi aslida o'zbek xalqi juda sabrli xalq. Faqat unga tushuntirib berish kerak. Savolga javob berishimiz kerak. Bilamiz, Jahongir aka bu narsani qoyillatganlar va bir tomondan bu juda yaxshi narsa, sababi hokimni o'zi etsa, tushuntirib bersa, bu odamlarda qanaqadir bir boshqacha bir ishonch uyg'otadi. Bu aksariyat 99-100% bo'ladigan odamlarda gap, to'g'rimi? Ya'ni hokim ishlayapti, harakat qilyapti degan bir fikr ko'proq odamlarda bo'ladi. Shunaqa bir tuyg'u bo'ladi. Juda bir qiziq joyi bor ekan yana. Ortiqxo'jayev davrida hokimlikni Instagramdagi videosi, YouTube'dagi videolarda 60 mingdan 200 minggacha o'rtacha videolarda prosmotr bo'lgan. Hozirgi hokimni davrida 15 mingdan 60 minggacha video prosmotr bo'lyapti. Ya'ni o'rtacha 3 barobar kamroq videolar ko'rilyapti. Nima uchun? Chunki hozirgi hokimda strategiya va taktika boshqacha. U hokim Jahongir akadan ko'ra boshqacharoq odam. Uni sal turib men sizlarga qanaqaligini yana sizlar bilan solishtiramiz. Demak, Jahongir aka davrida o'sha PR zo'r bo'lgan. Demak, qurilishlar jadal oshirildi. Tanqidlarga keladigan bo'lsak, juda ko'p daraxt kesilishi bo'yicha tanqidlar bo'ldi va yana bir tanqidlar svetlar o'chishi, gazlar kamayib ketishi va shunga o'xshagan narsalar Toshkent uchun yangilik bo'lishni boshladi. Ya'ni ekspertlarning aytishi bo'yicha infratuzilma qurilishga nisbatan tempi past bo'lgan. Ya'ni qurilishga ur bosa-bos qurilish zo'r bo'ldi.
no ketidan infratuzilma yeta olmadi. Oqibatda parkovka muammolari paydo bo'ldi, gaz svetda uzilishlar bo'ldi. Qanaqadir qaytadan qilingan rekonstruksiyalar to'satdan yana o'sha infratuzilmada o'zgartirishlarga olib keldi. Ya'ni bilasizmi, bu bunaqa narsada mana siz bitta dom qurishingizdan oldin siz hisoblab chiqishingiz kerak, u joyga kompleksga gaz tortadigan bo'lsak, Mamitdan qolganlarga ta'sir qiladimi, yo'qmi, yoki svet qiladigan bo'lsak, qanaqa tepa qo'yishimiz kerak, общий nagruzka bo'ladimi, yo'qmi, rayonga nagruzka bo'ladimi, xullas o'zini hisob kitoblari bor. Ya'ni parkovkani aytaylik, hisobini olish kerak. Misol uchun mahallani orasida to'satdan 9 etajli dom qursangiz, agar parkovkani qilmasangiz podvalda, demak siz mahalladagi odamlarni uyini oldiga mashinangizni qo'yib 2 minut 3 minut peshkom borishga majbur bo'lib qolishingizni inobatga olish kerak. Demak, shu narsalar ekspertlarning aytishi bo'yicha unchalik yaxshi kontrolda bo'lmagan va ura-ur bosa-bosda mana shunaqa xatolar qilingan. Keyin mana ostanovka masalasiga keladigan bo'lsak, Jahongir akani tadbirkorligi o'sha kichikroq ostanovkalarni, agar ostanovkalarni misolda qiladigan bo'lsak, Jahongir aka kichkina ostanovkalarni kattaroq, udobniyroq, mayli biznes qilasanmi, do'kon qilasanmi, bo'pti, davay, mamtlarni yopgin-da, tomini yopgin-da, mamtga sharoit qilib bergin-da o'tirishga. Do'koningni ham qilib ol, mayli degan bir strategiya bo'lgan. To есть mayli qilsin, oddiy ostanovkadan ko'ra hozir biznes qilsin, soqqasini ishlasin, zato Mamitda odamlarga sharoit bo'lib qoladi, plus davlatga tushum bo'ladi degan maqsadda qilingan. Dom quradigan bo'lsa ham mayli dom qursin, baribir pul nima qiladi? Dom quradi, pul topadi, ertaga boshqa joyga investitsiya qiladi. Bahonada kimdir domli bo'lib qoladi. Shunaqa bir maqsadda qilgan. To'g'ri, kamchiliklar bor. Nazarimda kamchiliklar bor, lekin kamchiliklarsiz biron bir o'zi ish qilib bo'lmaydi. Hammamiz bu narsani bilamiz. Endi bu kamchiliklarni inobatga olib turib, menimcha hukumatimiz endi qurilishlarni qilib bo'ldik, katta loyihalarni qilib bo'ldik, Toshkent City'ni qurib bo'ldik. Bu yog'iga mana yangi Toshkentni katta loyihani quryapmiz. Katta loyihada ura-ur, qura-qur qilish xato. Erta quruvchilar aniq qurishni o'rganib oldik, grubo говоря. Pulimiz bor, investorlar bor. Endi nima kerak bizga? Yaxshi tizimga qo'yadigan matematik kerak, tizimchi kerak, menejer kerak. Aynan Shavkat Umurzoqov kerak bo'lsa tekshira oladi. Sababi prokuraturada ishlagan. Prokurorlar odatda prokuraturada ishchilar sinchkovlik bilan tekshirib, qarab, raqamlarga qarab, to'g'ri kelyaptimi yo'qmi analizini qiladi. Undan tashqari u odam UzAuto Motorsda katta lavozimda ishlagan. Ya'ni UzAuto Motors ham bunday o'ylab qarasa bir biznes, to'g'ri davlatniki yoki qo'shma biznes bo'lsa ham biznesdan xabari bor, tizimdan xabari bor. Va Toshkentga hokim bo'lishidan oldin Toshkentda vaqtinchalik hokim ham bo'lganlar va keyin o'rinbosar sifatida ham ishlaganlar va keyin mana hokim bo'ldilar. Demak, bu odam ko'proq reanimatolog sifatida yoki tizimchi sifatida ko'rsak bo'ladi. Bu odamga men videolarni ko'rdim. Kamtar odam ko'rinishlaridan. Endi prokuraturada ishlaydigan odamlar odatda unaqa videoga tushishlar, intervyularga berishlarni yoqtirmaydi. Ya'ni prokuraturadan chiqqan odamlar, ular
ko'proq o'sha majlislar, demak yopiq majlislar yo bir qanaqadir tizimni o'zini ishlashini xohlaydi. Ya'ni Jahongir akaga o'xshab chiqib videoda nima bo'ldi, nima qo'ydi emas, tizim ishlasin, hokimiyat ishlasin, kollektivniy ish bo'lsin degan o'zini PR-ni qiladigan odam emas. Qancha ko'rdim, mahallalarda o'tda bo'tda obxodlar qilib, tashkilotlarga borib, qarab, Jahongir akaga o'xshab savollar berib yuribdilar, lekin shaxsiy brend qilib o'zlarini hokim sifatida ko'rsatib PR qilishdan yiroqroq odam. Xo'p, endi bu odam haqida ham tanqidlar bor. Mana yaqinda Rasul aka Kusherbayev chiqdi, tanqid qilib, daraxtlar kestirish siyosati, bu yoqda elektr zaryadlash stansiyalarini har xil bahona bilan tirnoq tagidan kirqidirib uzdirib tashlash, buzdirib tashlash siyosati. Bu yoqda do'kon bekatlarida xususiy mulk qonuniy bo'lsa ham shunga qaramasdan turib noqonuniylarga boshqa gap, qonuniy bo'lganlarini ham sud qarorisiz konstitutsiyaga zid ravishda buzib tashlanayotganligi shunchaki Toshkentda hozirgi Toshkentni boshqarayotgan hokimi va uni jamoasi eng yomon hokim va eng yomon jamoa bo'lib tarixda qolayotganligini anglatadi. Undan tashqari mana ostanovkalar masalasi chiqdi. Bilasizlarmi, xuddi futbolni komandani menejeri yutqizganda boshiga nima deydi, hamma tanqid boshiga kelsa, hokimiyatda ham yo bir vazirlikda ham odatda vazir yoki hokim tanqid qilinadi. Bu odamni oldida juda katta loyiha turibdi, ya'ni yangi Toshkent loyihasi. 20 ming gektarda quriladigan juda katta loyiha, 1 million odam uchun mo'ljallangan. Aslida bu odamni hozirgi kelajakda bir 5-10 yilda juda ko'p ishlar kutmoqda. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmayapti ham deb o'ylayman. Sababi mana bu odamni hozir qilayotgan ishida ko'proq ahamiyat beradigan bo'lsanglar, yo'l qurilishi, infratuzilma qurilishi, undan tashqari o'sha hozir odamlarga demak mana hozir ostanovkani yana давайте ostanovkaga qaytaylik. Ostanovkalar hozir mana bu odam oldida, bu odam davrida o'sha Jahongir aka qurgan chiroyli biznesga aylantirilgan ostanovkalar yana oddiy holatga qaytishi talab qilinmayapti. Nima uchun? Endi qonuniy nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, mana bitta videoda ko'rdim, 12 kvadratli ostanovkaga o'zi shoxobchaga ruxsat berilgan, lekin u yerda 30-40 kvadratli joy qilib, to'g'ri chiroyli qilgan, yaxshi qilgan, lekin qonuniy qilinmagan, noqonuniy bir sharoit qilib olingan. Endi ikki tomonlama qarasak bo'ladi. Qonun jihatdan noto'g'ri qilingan, ya'ni o'sha paytda Jahongir aka davrida bu narsalar kontrolga olinmagan. Xalqqa yaxshi bo'ladi-yu, biznesmenga yaxshi bo'ladi-yu, davlatga pul tushum tushadi-yu, o'tirganda mana bitta yaxshi sharoit qilib qo'ysa, odamlar o'tiradi, o'sha yerda skameykasida o'tiradi. Shunaqa narsalar bo'ladi deb turib, o'ylab turib, mayli davay deb ko'z yumilgan. Hozirgi kunda Toshkentni umuman boshqacha bir xil tusga kiritishini, ya'ni investorlar kelganda, turistlar kelganda bir chiroyli ko'rinishini qilishmoqchi. To'g'ri, yaxshi fikr, lekin bu narsani birdaniga buz bilan qilish qanchalik to'g'ri? Nima deb o'ylaysizlar? Mana ko'rdim ko'chalarda, ayrim ko'chalarda anaqalarni reklamalarni olib tashlaganda, odamlardan so'radim, biznesmenlardan, qachon olib tashadi desam, noyabr oyidami, dekabr oyida olib tashadi dedi. Xo'p, nimaga qilmayapsizlar desam, hali kodi chiqmagan, hali qanaqa bo'lishini bilmaymiz. To'yis oldirib tashadi, lekin qanaqa qilib qilish kerakligi haqida hali tayyor eskiz yo bir yo'llanma yo bir shpargalka yo'q.
G'alati emasmi? Давайте undan ko'ra kesinda налоговыйni торговый agenti borlarmi yoki aytaylik bitta отдел ochsinda, misol uchun reklamni отдел bor ekan anaqada, shahar hokimiyatida bor ekan, tumanlarda hali yo'q, adashmasam Mirzo Ulug'bek tumanida yo'q ekan, сокращение bo'lib ketgan ekan. Ochishsinda kesin tadbirkorga, aka bizda mana yangi qonun bo'ldi, hozircha eskiz yo'q, taxminan 3 oy 6 oy ichida bu eskizlar bo'ladi, lekin xohlasangiz hozir reklamangiz pakat turib turishi uchun mana пожалуйста yiliga menimcha pul to'lab qo'ying. Aytaylik, hozir mana MyGovdan qiladigan bo'lsangiz yiliga oyiga 300 mingmi, yiliga 300 mingmi, anig'ini bilmayman, to'lov to'lash kerak ekan. Mayli, o'sha to'lovni to'lattirib qo'ysin-da, to'lasin-da, turaversin reklamasi. Bitta ko'chaga borasan, hech nima yo'q. Odamlar do'konni kirib, kechirasiz, anu nemetskiy krossovka sotadigan do'kon shumi? Anu do'kon shumi? Do'konni bilib bo'lmaydi ko'chadan, xunuk bo'lib turibdi. Turist kelsa ham hayron bo'ladi, cho'ta bular tinchlikmikin, nimagadir hamma yozuqlar bor edi, olib tashabdi nimagadir deydi. Bu nima uchun qilgan ekan deydi. Oradan 3-4 oy o'tadi. Yana o'sha turist yana Toshkentga keladi. Qarasa, hali ham qo'yilmagan. Iye deydi. Bular nimaga unaqa qilgan ekan deydi. Tushunasizmi? Даже men tushunmayapman nima uchun o'zim Toshkentlik bo'lib turib, nima uchun o'shalar olib tashalgan va nima uchun haligacha reklamalar qo'yilmaydi. Orasida eng qizig'i ayrimlari bor. Chef burger, mef burger, dorixona ayrim bir xillari turibdi. Lekin ko'pi yo'q. Xullas aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, kamchiliklar bor. Uzr, tanqid qilgan bo'lsam, men bor narsani aytayapman. Kamchiliklar bor. Buni menimcha sal to'g'riroq qilish kerak edi. Qanaqa? Misol uchun, eskizlar tayyor bo'ldi. Mana mana ko'cha mamnaqa bo'ladigan bo'ldi deyildimi? Bo'ldi, пожалуйста, mana tender qilinsin. Hammaga kvadratiga qarab bo'lib berilsin-da. Ana menimcha bo'ladi. Mana shuni qilasan deb berilsin. Tadbirkor qiladi yo tadbirkor qilmasa o'sha yer egasi qiladi. Joy kimniki? Kimnikidir-ku, to'g'rimi? Ana o'sha odam arendaga pul olyaptimi u ham tadbirkordan? O'zligi kelishadi, qiladi. Xohlasa tadbirkor qilsin, xohlasa arendator qilsin agar arendaga bermagan bo'lsa. Xullas aytmoqchimanki, harakat bor, yaxshi infratuzilmalarda shijoat bor, buzib tashashni zo'r buzishyapti, lekin buzishdan oldin menimcha ozgina sal tadbirkorlik yo'lini o'ylash kerak. Ki buzganimdan ko'ra mana shuni hozircha birinchi o'zini brendi uchun to'layotgan to'lab tursin. Ertaga eskizlar chiqqandan keyin shartni olib buzib boshqatdan qilinadi. Mana taxminan sizlar bilan ikki hokimning farqini ko'rishga harakat qildik, tahlil qilishga harakat qildik. Demak, yana qisqacha aytaman, Jahongir aka biznesmen, tadbirkor, katta effekt uchun qurilish davrini qilib berdi. Qurilish davrida qurilish zo'r bo'ldi, kamchiliklar ham bo'ldi, daraxtlar ham kesildi, infratuzilmada ham qurilishga nisbatan temp kamayib ketdi. Yangi hokim Shavkat aka Murzoqov bu odam ko'proq endi qilingan ishlarni kачествосini oshirgan holda tizimli davom ettirish va o'sha infratuzilmani tempini qurilishga nisbatan bo'lgan o'sha yetishmovchilikni qisqartirib, tizimli qurilishni, ya'ni qattiqroq, to'g'riroq qilishga olib ketishi maqsad qo'ygan. Demak, ikkala hokimga ham o'z mehnatlari uchun rahmat aytib qolamiz. Men sizlarga o'zimni fikrimni tushuntirishga harakat qildim. Agar sizlar Toshkentda anchadan beri yashab yurgan bo'lsanglar
o'zinglarni fikringlar bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiringlar. Shavkat akaga biz yangi Toshkent loyihasida omadlar tilab qolamiz. O'sha yangi Toshkent loyihasini главный arxitektori Hakan Arja degan bir Britaniya va Turkiya vatandoshi bo'lgan bir turk qardoshimiz bilan podkast qilganmiz. O'sha podkastni ham ko'rsanglar bo'ladi. U yerda yangi Toshkent haqida juda ko'p ma'lumotlar berilgan va insaytlar berilgan. O'sha videoni ko'rsanglar, o'sha yerda o'zinglarni xulosanglarni qilsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, sizlar bilan ikkita hokimni tahlil qilishga harakat qilib ko'rdik. O'zinglarni fikringlarni qoldiringlar. Iltimos qattiq sudit qilib yormanglar. Sababi xolis to'g'ri fikrlashga harakat qildim. To'g'ri orada qattiqdir tanqidlar bo'ldi. Tanqidsiz rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Biza bilan aloqada bo'lib turinglar. Biz sizlarga to'g'ri va haqqoniy ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, biza bilan birga bo'linglar. Bizani Instagram sahifalarimiz, YouTube sahifalarimizga obunachi bo'lishni unutmanglar. Uzbek Bro, Uzbek Podcast, YouTube, Instagram, klik, like, подписаться, tуда-sudda, kommentariy, iltimos, gazini bosinglar va kstati omadinglarni bersin.